Z tafakkur loyihasi va bugungi mehmonimiz hamma o'zini yomon ko'radigan insonlar yaxshi ko'radigan inson hisobida. Z tafakkur loyihasida plastik jarroh Sultonxo'ja Kamalov. Biz boshladik. Men Kamalov Sultonxo'ja plastik jarroh. Bugun sizlar bilan plastik jarrohlik haqida va ularning asoratlari va ular haqidagi muammolar va ularning yutuqlari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum aka. Xush Assalomu kelibsiz alaykum. studiyamizga. Salomat bo'ling. Loyihamizga avvalambor xo'p deganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat takliflar uchun. Ilk savol bilan sizga murojaat qilamiz. Plastik operatsiya haqida eng katta noto'g'ri tushuncha nima? Plastik jarrohlikda amaliyotidan keyin qandaydir mo'jizaviy holat bo'lib, boshqacha bo'lib qolishiga ishonish. Boshqa muammo yo'q. Eng xavfli operatsiya qaysilar? Hozirgi kunda eng xavfli operatsiya bu liposaksiya hisoblanadi. Ya'ni Bu teri ostidagi yog' qavatlarini olib tashlash. So'rish yo'li bilan olib tashlash. Bu texnik jihatdan juda ham oson, ko'rinishi juda ham oson, qilinishi juda ham oson. Tuyuladi, ko'rinadi. Lekin icebergga o'xshataman, chunki suv osti qismi juda ham katta bo'lganidek, unda ham muammolari juda ham ko'p. Faqatgina plastik jarrohlik amaliyotlarining ichida eng xavflisi esa liposaksiya hisoblanadi. ya'ni ozish-a, hozir kecha kunduzdagi Ozish bu umumiy ma'noni beradi. Ozishda bu muskul yo'qotishi, yog' qatlamida kamayishlari, suvsizlanish bu ozishga kiradi. Liposaksiya bu tanani ma'lum bir qismlarida umumiy qomat shakliga berish uchun teri ostidagi yog' qavatni olib tashlash turi, operatsiya turi. natijasi qanaqa bo'ladi buni? Agar to'g'ri qilinsa, to'g'ri qilinishdan oldin bemorni to'g'ri tanlashga, Bemorni ham to'g'ri tanlash kerakmi? Papa Karlo taxtani tanlab olgandek bu rutina qilish uchun qilinadigan operatsiya hamma odamga har xil to'g'ri keladi. Shuning uchun biz plastik jarrohlar bemorni istagi bilan, uni holati bilan qilinadigan operatsiyalarni qo'shib turib, poslisini ko'z oldimizga keltirganimizda to'g'ri kelsa qilinadi. Hammaga ham baravariga qilinmaydi. Pulini berdim, qilib qo'y yo'qmi sizlarda? Pulini berdim, bizni sohada bor, lekin menda yo'q. Ha, bo'ldi, tushundim. Tushundim. O'zi qancha tahsil olgansiz Sultonxo'jaga? Va qayerda tahsil olgansiz? Bu sohangiz bo'yicha. Doktor bo'lish uchun 7 yil Andijon davlat tibbiyot institutida o'qiganman. Bunda umumiy amaliyot shifokori beriladi. Aha. Ya'ni bu yerda yo'nalish bo'lmaydi, bu yerda Bo'lmaydi. umumiy. Keyin o'zingizni qiziqishingizga qarab turib, tor mutaxassislik bilan imtihondan topshirib, boshqa talab klinik ordinatura yoki magistraturaga topshiriladi. Men Toshkentda 2 yil magistratura o'qiganman. Bu umumiy xirurgiya bo'yicha. Obshiy xirurg deyiladi. Bu qorin ichki sohalaridagi uni xirurg bo'lish uchun. Keyin o'sha paytda plastika juda ham yangicha tur edi. Yangicha haligi o'sish davrida to'g'ri kelgani uchun shu plastika o'qish uchun keyin chet elga qarab ketganmiz. 1 yil davomida Kiyevda o'qidim. Kiyevdan keyin 2 yil stajirovka deymiz, uni Mayamida, uni Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tda stajirovka qildim. O'sha yerdan keyin ham men doktor, ham umumiy jarroh, ham plastik jarroh sifatida faoliyat yuritish uchun O'zbekistonga qaytib keldim. Nimaga aynan plastik xirurglikni tanladingiz aka? Pul ko'pligi uchunmi yoki o'ta nozik ish bo'lgani uchunmi? To'g'risini olganda ikkalasi ham. Lekin pul masalasi biz paytida men doktorlar oilasida katta bo'lganman, doktorlar tarbiyasini olganman. Bizda doktor bo'lishga ko'proq bitta soha bo'lgan. Doktor boy bo'lib ketmaydi. Doktor har bitta davrani to'g'rida o'tiradi. Hamma kasal bo'ladi. Boy bo'lmasliging mumkin, lekin kuning o'tadi deb ota-ona tarbiya qilishgan. E'tiborda bo'lasan. Endi shuni hisobidan doktorlikka berishgan. O'zi doktor ham bo'lish niyat bo'lmagan. O'zi yurist bo'laman, prokuror bo'laman. Zavodskoyda dog'lanish bor deydimi? O'shani hisobiga unaqa nutqida nuqsoni bor odamdan yurist chiqmaydi, prokuror, sudya chiqmaydi deb meditsinaga, meni onam medikliklar uchun meditsinaga burganlar. Meditsinani 7 yil o'qidik. Tor mutaxassislik tanlash kerak, har xil mutaxassislik bo'lgan. Kim turtki bo'lgan aynan plastik xirurgiyani tanlashingiz uchun aka? Hozirda ishlayotgan, hozir ham ishlaylar. Bizdan mendan bir 10 yosh kattaroq akamiz bor. O'sha akamizni oddiy bitta gapi bilan. Chunki men u sohani bilganim faqat kuygan, netgan chandiqlar bilan shug'ullanadigan sohada bilardim. Men institut o'qiganimda, umumiy xirurgiyani tugatganimda, men kuygan, netganlar bilan ishlashni bilardim. Estetik plastik jarrohlik amaliyotlari haqida tushuncham bo'lmagan. Aka shu haqida ma'lumot berganlar sizga? Shu haqida ma'lumot bergan.
Men undan so'raganman, aka nima qilay, shu sohani o'qimoqchiman. Shu sohani o'qimoqchi bo'lsang, O'zbekistonda 9 oylik kursda o'qiysan, qo'lingga diplomni berishadi, ketasan. Lekin qo'lingdan hech qancha ish kelmaydi. Chunki yangilik o'rganishing kerak O'zbekistonda. Bu plastik jarrohlik, bu yopiq sekta bu. Ota plastik jarroh bo'lsa, hunarini o'g'liga o'rgatadi. Tog'a jiyaniga o'rgatadi. Men eshigini taqillatib borib, qo'limda plastik jarrohman o'rgating desam, birov o'rgatmaydi. Nega? Bu sohamiz yangi. Har bitta xirurglarda o'zini yillar davomida bo'lgan asoratlaridan malakasi nima qilib chiqqanda, o'zini life hack nimalar, yo'nalishlari, metodlari bor. Bu metodni u yillar davomida o'rgangan. O'rgatmaydi. O'rgatmaydi. Olib ketasi shekilli-da, ishi bor shekilli-da. Mayli, olib ketaversin. Qachon siz bemorni operatsiyaga emas, psixolog huzuriga yuborasiz? Psixologga yuborgungacha yetib bormaydi. Biz 7 yillik doktor bo'lgan nimamizda biz psixolog bo'lib chiqamiz почти. Tayyor psixolog. Norma bilan patologiyani farqiga boradigan, morfologik o'zgarish bu degani to'qimalardagi o'zgarishlarni bilamiz, psixologik o'zgarishni bilamiz. Bemor psixologik o'zgarishda bo'lib turib, u manbani bilan kelsa, bu manbada hamma narsa yaxshi. Unaqa to'qimada sani psixikangda deymiz. Lekin shu psixikani to'g'rilash mobaynida men harakat qilib ko'rishim kerak. Meni vazifamga kiradi. Undagi noto'g'ri fikrlarni to'g'rilashga, ogohlantirishga, u bilmagan ma'lumotlarini faqat yaxshi tomonini bilsa, yomon tomonini bilish harakat qilaman tushunishga. Bir 95% operatsiya qilish kerak bo'lmagan bemorlarim tushunib ketadi. Uni 5% baribir oyoqtiraydi, men bilan Sammanga boradi, o'sha siz aytgandek pulni beryapman qilaverginga boradi, yo'q deb qilasiz, qaysidir joyga borib taqillatadi. Bizni ham sohada har xil mutaxassislar bor. Tayyor oyog'i bilan kasal kelyapti, o'zi xohlayapti, o'zi pulini beryapti. Qilib beraveradi. Yarim yil, 1 yildan keyin o'sha 5-10% men отказ qilgan bemorlar to'g'rilatishga yana o'zimga qaytib kelishadi. Endi to'g'rilatish 3-4 barobar qiyin, 4 barobar qimmat bo'ladi. Bo'ladigan natija, men to'g'rilagan natijam oldindan qanaqadir kafolat berish yoki ko'z oldiga keltirish holatlari уже bu ikkinchi darajaga o'tadi. Maksimalni birinchi mutaxassisning xatosini to'g'rilashga qarab ketadi. No, birinchida qilingandaqa estetik qilishda iloji yo'q. Men nimaga bu savolni berdim? Psixologga yuborasizmi deb. Ayrimlarga bu plastik jarrohlik amaliyoti lomkaga o'xshab qolar ekanda. Men kuzatdim shu narsani. Burnini qildirib ko'rdi, peshanasini qildirdi, betini qildirdi. Tushib ketyapti sekin pastga haliga. U umumiy kapitalniy remont bo'lib ketdi haliga. Bu lomkaga o'xshab psixologiyada ta'sir qiladi baribir insonda. Endi lomka bu sal qo'polroq uni termin ishlatilgan bo'ladi. Bunda oddiy misol, bemor bir 35-40 yosh, qovoq atroflarida yosh o'tishi bilan hosil bo'ladigan qarilik alomatlari bo'ladi. Qovoqda osilishi, tushishi, qosh tushishi. Shuni plastik jarrohlik amaliyotini qilib to'g'rilaydi. To'g'rilagandan keyin u plastik jarroh bilan уже muomalada bo'ladi. Boshqacha yo'llari, boshqa sohalarda ham to'g'rilash, korreksiya qilish yoki qarilik alomatlarini yo'qotadigan amaliyotlar qilish mumkinligini haqida ma'lumotga ega bo'lib qoladi уже. Uni doktori aniq, boradigan joyi aniq. Birinchi marta unaqangi tagiga yotmayapti, pichoq tagiga. Mana shunaqa bo'lib etap ketishi mumkin. Biz jarrohlarda ham misol 10 yil davomida 1 yilda bir marta qaysidir qismda operatsiya qilib kelayotgan bemorlarimiz bor. Bu bizning doimiy bemorlarimiz. Постоянный klientim qo'yib yubor deysizlarmi? Yo'q, постоянный klient kelib bilan ishlash ham osonroq bo'ladi, chunki birinchi etapda u ko'rgan meni kimligimni, ishimni kimligini, meni uni kimligini, xarakterini bilamanda, ishlashim osonroq bo'ladi. Yoki kelib, senda qovog'imni qildirganman, endi yuzimga yoki ko'kragiga yoki qornimga keldim desa, men u bemor bilan muomalamizda biz plastik jarrohlar, faqat biz doktorlarda ichida, jarrohlarda ichida plastik jarrohlar kasalni sortirovka qilishga haqqimiz bor. Siz bo'lasiz, qildiring, siz qildirmang deyishga. Yo'q. Eshigimni taqillatib keldi. Xo'p. Muammoni ko'rsatdi. Xo'p. Muammo qilsa bo'ladi. To'g'rilasa bo'ladi ya'ni. To'g'rilasa bo'ladi. U xohlagandaqa qilsa bo'ladi. Xo'p. Biz chiqarib bergan to'lovni qiladi, 2 barobar qilishi ham mumkin. Lekin bemorda nimadir chataqroq psixika tomonidan. Biz uni mutaxassismiz-ku, boshida aytganimdek, sal psixologimiz, norma bilan patologiyani sal farqiga boramiz. Psixolog mutaxassis bo'lmasak ham, uni xohlayotgan narsasidan, uni shoshilishidan, uni nimalar istagidan mantiqqa to'g'ri keladigan istaklar bo'ladi, mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydigan holatlar bo'lgan paytda
Biz bemorni saralashga haqqimiz bor. Agar saralamasak, u pulini berdi, operatsiyani qildik. Natija yaxshi. A'lo ham deylik. A'lo natija bo'lgani bilan u ayolga u joy yoqmasligi aniqroq bo'lib qoladi. Chunki mana bu joyida emas. Faktni bilmaydi. Mana shu holat bo'lib qolgan paytida bizni ishlashga bo'lgan motivatsiyamizni tushirib yuboradi u bemor bilan undan keyingi bo'ladigan muomala muammosida yoki u bemorni reabilitatsiya jarayonida gapga kirmaydigan bemorlar bo'ladi. Biz amaliyotni 2 soat 3 soatda qilib tugatamiz. Bemor yarim soatdan keyin uyg'onadi. 5 kun, 6 kun, 7 kunda reabilitatsiya davri tugab, cho'milish davri boshlanishi mumkin bemalol. Komfort. Ichkarida qilgan joyimiz bitishi uchun teri 10 kunda bitadi. Cho'zilib ketsa 20 kunda bitadi. Lekin ichkaridagi bitish jarayoni, organizm shu yerdagi regeneratsiyani to'xtatish payti kamida 9 oy. Shuning uchun ham homila 9 oyda tayyor bo'lib tushadi. Oddiy qo'lingizni kesib oldingiz, terisi bitdi. Siz o'ylaysiz bitdi, to'g'rimi? Ichidagi chandiqlanish jarayonlari, organizm reabilitatsiyasi 9 oygacha davom etadi. Shu davomida qilgan operatsiyamiz natijasi yaxshi, xohlaganimizdaqa turish uchun biz rekomendatsiyalarimiz bor. Shuni qilishing kerak, shuni qilishing shart, buni qilmasliging kerak. Shart degan narsalarimizni qilmay qo'yadigan quloqsiz bemorlar deymiz. Shunaqa gapga kirmaydiganlar bo'ladi. Bularda ham muammo bo'ladi. U muammo bo'lsa, ertaga bu muammoga bemor qilgani uchun yo mana sababi kim tomonidan qilinganligi ikkinchi darajaga o'tib, aybdor jarroh bo'lib qoladi. Jarroh bitta, bemor juda ham ko'p. Shuning uchun bizni birinchi ustozimiz hali qo'limizga tikishni yo kesishni berishdan oldin sen bemorni eshiging tagiga kirib kelgandan keyin unga to'g'ri konsultatsiya berishing kerak. Vrachligingni unutmasliging kerak. O'z oyog'i bilan keldi qilsam bo'laveradi degan narsa bo'lmasligi kerak. Sen tinch ishlayman, yaxshi ishlayman, o'zim ustimda ishlayman, motivatsiya bo'ladi, yangilik o'rganaman, shu sohada yuritaman deydigan motivatsiyani sindirib qo'yadi agarda bemorni atrofga qilmasak. Unaqa o'zimni tanishlarim yo mendan katta, men bilan teng, mendan kichik ukaxonlarim ham bor, hunarni tashlab o'rganlar. Shuncha o'qiganini tashlab ketgan shu insonlar, 2-3 ta insonning fikri, gapi, so'zlari bilan, ha, 2-3 ta inson ham ularda ezvorganda, misol qaysidir paytgacha. Tushunarli. Navbatdagi savol. Hozir trendi nima? Burun, lab, yuz, tanani shakllantirish. Hozir trendda eng ko'p operatsiya qilinadigan qovoq operatsiya qilinadi dunyo bo'yicha. Ikkinchi o'rinda burun qilinadi. O'zbekistonda ham birinchi bo'lib qovoq, keyin burun, keyin tana qismlari, qorin, keyin ko'krak, keyin yuz. Ijtimoiy tarmoqlar sababchi bo'ldimi bu narsaga yo insonlarda o'zlarimi? Tig'di tagiga yotishi. Shu paytgacha aka, mana uzr gapingizni bo'ldim. Boya misol keltirdim suhbatdan oldin tillatish borasida biz yoshligimizda katta ayollar sog'lom tishini ham sug'urib tillatish qo'ydirishgan. Bekorga emas. Hozir ham shu narsa takrorlanyapti-da. Atrof muhitga qarasak, bir xil yuzli ayollar juda ko'p. Bir xil. Voy, shtamga o'xshaydi shablonga. Bu sohani haqida ma'lumot tub-tublarga yetib borishiga ijtimoiy tarmoqlar. Reklama, propagandasiga ijtimoiy tarmoq. Shunaqangi ham men qisman qo'shilaman. Propaganda unaqa sal qo'polroq. Biz sohamiz yangi soha. Yangi soha. Yangilik. Bizni qidirayotgan ham. Appenditsitni 150 yil oldin, 100 yildan beri qilishayotgan bo'lsa, ko'krakda bo'lsa 25 yil, 30 yildan beri qilinyapti. Bekor qilishyapti. Qovoqda olishayotgan joyida uni ham tushuntirib beraman. Men haligi mutaxassis sifatida ayollarning psixikasini. Bu soha yangi bo'lgani uchun ko'pincha chet eldan kirib kelgan bizga. Bizi kitobimizda, biz o'qigan kitobda, hali siz aytgandek yashil tug'ilganlik haqidagi metrikasi borlar pokoleniyasida bu mutaxassislik haqida biz institutda o'qimaganmiz. Institutimizda kitobimiz ham, ma'lumotimiz ham bo'lmagan. Ma'lumot bo'lmagan. U bitirib doktor bo'lib, keyin o'shanda ham topgan joyim Amerika bo'lgan, ko'proq. Keyin Amerikaga borib, yerda o'rganib kelingan. Savolingiz, trend bekor qilishyapti dedingiz. Bekor har bitta operatsiyani, yo hammasi ham emas, haligi foydasi bo'lsa qildirgani ham bordir. Har bitta operatsiyani mantiq bilan, chegara bilan, tibbiy bilimi yetarli mutaxassis tomonidan baholanib va to'g'ri qilingan amaliyot bemorni o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Ikki xil bemor bor. Bizga sog'lom bemor keladi. Ikki xil bemor. Sizga umumiy tushuntirishim uchun. Men jarrohman, plastik jarroh, oldimda o'zim o'rtog'im umumiy jarroh. Bir bemor appenditsit bo'ldi. Uni 1,5 sutka uzog'i operatsiya qilib olmasangiz, u bemorda letal holat bo'ladi. Letal holat bu o'lim bilan tugagan holat bo'ladi. Buni tuzatishimiz kerak, bu bemor tuzalib ketadi.
Bizi bemorlarda bizda 100% sog'lom. Qoni Hamma joyi soppa-sog' odamda. holatdagi odam. Da. Yurib turibdi. Endi bu odam tashqi ko'rinishdagi holatni birinchi, ikkinchisi qarilik alomatlari hosil bo'ladigan ajinlar va uchinchisi bizi bemorlarda 95% ayollar. Nimaga ayollar? 5% erkak ham bormi hali? Erkak ham bor. Erkaklarga ham qilinadigan operatsiya bor. Bo'ldi, keyin gapirib berasiz buni. Hozir buni aytdiring. Ayollar 95% ayollar. Misol uchun, meni ko'proq soham burun qilmayman. Burunga men lord doktorlar qiladi. O'zim yaxshi o'rtoqlarim bor, yaxshi mutaxassis, ular ichini ham, tashqarisini ham har qanday holatni biladi. Men umumiy jarrohlikdan chiqqanim uchun menga katta operatsiyalar ko'proq yoqadi deydimi, ishlab maza qiladigan bo'lishingiz kerak ishingizda ham. Menga katta operatsiya, mayda operatsiyalardan qoniqish holati yo'q. Katta operatsiyalarga bu qorin, ko'krak, yuzlar kiradi. Nimaga endi qorin, ko'krak, yuz deb ayollarga gapiryapmiz yoki qaysidir ayol ko'kragini qilsa? Ayollar uchun ko'krak bu birinchi o'rindagi o'zini ayol his qiladigan va o'ziga bo'lgan ishonchni beradigan tanani bir qismi hisoblanadi. Biz erkaklar uni tushunmaymiz. Sizning sochingiz bor, meni sochim bor. Lekin kallarida tushunmaymiz. Manetidagi og'riqni siz bilmaysiz. Endi u ayollarda men ko'p joyda qaytaraman, asosiy qiladigan vazifasi bu dunyoda nasl qoldirish. To'g'rimi? Biz reproduktiv yosh deymiz. Ya'ni tug'ish yoshi. 18 yoshdan 30-35 yoshgacha tug'adiganini tug'adi. Kimdir 5 ta, kimdir 3 ta. Har bitta tug'ruq ayol organizmida dabdala qiladi, palapartish bo'lib ketadi. Moddalar almashinuvidan tortib hamma narsa. Har bitta homiladorlikdan keyin o'zingiz ham bilasiz, bolalar misol 3-oy, 6-oydan 9-oyga birpasda qorin kattalashib ketadi. Bu teri cho'ziladi, keyin qaytadi. U yana 1 yil, 2 yilga qolmay yana homilador. Mana bu holatlar bo'lgandan keyin sut bezining asosiy vazifasi tug'ruqdan keyin prolaktin gormon ishlab chiqariladi-da, unga zadaniya beradi, ishlab chiq sut deydi, sut ishlab chiqadi, bolani boqadi. Sut to'xtatali, shu bilan bo'ladi bez. Lekin shu sut chiqish laktatsiya davrida ko'krakning shakli o'zgaradi. Ko'krakda asosiy vazifasi bolani emizdirish. Bolani emizdirib bo'ldi. 35 yoshga kirdi, 5 ta tug'di. Ayol. Lekin qoringa holat bor. 35 yosh bu o'rta yosh hisoblanadi-da. U erkak kishining yonida ham, o'zini xo'jayinining yonida ham diskomfort. Men misol ayollar, meni bemorlarim keladi. Ularning his tuyg'usini men erkak kishi bo'lsam ham his qilaman. Chunki osilgan qorin, katta qorin yoki estetik ko'rinishi juda ham xunuylashib ketgan holat. 35 yoshdan keyin ayol kishi o'zi uchun ham yashaydi. Erkak kishi yoki meditsinadan xabari yo'q, doktorlardan chiqmaydi, meditsinadan xabari yo'q, umuman tibbiyotdan. Ayol kishini kimligini bilmagan erkaklarda ular qilayotgan ishni muhokama qilinishi ham noto'g'ri. Chunki har bir erkakka bu ayolda nimaga operatsiya qilganligimni unga tushuntirib berishga majbur emasman. U ayol biladi. Men mutaxassisligim uchun uni bilaman, tibbiyot xodimligim uchun bu holatni qilishimni bilaman. Umuman tushunmaydigan odam, siz aytgandek, hozir mantig'imizni tushunmaymiz nimaga tilla tush qo'yilganini. Aslida men vaqti tushunmaymiz. Uni uchun biz hali 18-20 yosh yerga tegayotgan qiz bo'lishimiz kerak. Tishimni oldirib, dada men tishimni qo'ydirib bering deb, dadaga aytishim kerak, bu sepim bilan ketadi deb. Uni o'sha har bitta mantiqni ichiga kirib ko'rish kerak. Meni bemorlarim bir 70% dan ko'p bemor ayollar eri bilan keladi. Eri bilan konsultatsiyaga kelgan, muammoni eri bilan teng tushunib kelgan bemorlar men uchun eng komfortli bemorlar. Men unga holat qanaqaligini, nima qilish mumkinligini, qilgandan keyin nima bo'ladi, nima bo'lish asoratlari borligini, nima qo'limda emasligini tushuntirib beraman. Erkak kishi sifatida bemorni eri ham meni osonroq tushunadi. Ayollar ba'zi bir joyda ularda xayolidagi konsultatsiya paytida e'tibor beraman, xayolidagi o'sha narsani ushlab olgan bo'ladi. Erkak kishiga fakt bilan keltirib bersam, u erkak kishi uyga borib yana eri xotin o'tirib tushuntirib beradi. Eri bilan kelgan bemorlarda 99% ni operatsiya qilaman. Eri bilan kelganlar. Ayollarda o'zi kelsa, eringiz xabari bormi deb so'raladi birinchi. Menda erda xabari bormi deb so'raladi. Berdi ruxsat, holat ham bo'ladi. Men sizni yillar davomida kuzataman, faqat siz qilalishingizga bilaman. Endi har bitta xirurgda pochirkimiz bor. O'zimizni, misol uchun, burun qiladigan xirurglarda ichida ham o'zini pochirki bor. Qovoq qiladiganniki ham bor, ko'krak, qorin qiladiganda ham o'zini pochirki bor, stili bor. Endi shunda sizni pochirkingiz yoqadi, ishingizni ko'rib keldim, qilaman. Hamma holatlar bo'lganda, faqat operatsiyadan keyin eshik taqillab terim keladi. O'shanda siz qilgan bu men degan holat bo'lsa, yo'q.
borib tinchitib, Kim qilgan bo'ladi, siz qilmagan bo'lsangiz? erkak ish qilmasin degan bo'lishi mumkin, yoki erini aldab kelgan bo'lishi mumkin, yoki boshqa narsa qildiraman deb turib, men Santa Barbaraga aralashmay, men ishimni qilishim kerak. Undan bo'ladigan holatlar hal qilib kelasiz. Agar hal qila olmasangiz, значит meni kasalim emassiz. Demak, bu yerdagi xotinni kelayotgan operatsiyani siz o'tkazishingizni ongli ravishda qabul qilib, rozi bo'lib, doktor yoniga kelyapti. Haligi boshqa mutaxassis yoniga borib ayolini muammosini aytmaydi, u ayol unga kerak. U ko'rdi, 4ta 5tani tug'ib berdi, ayoliga qarayapti. Ayolini o'zidagi bo'lgan ishonchini o'ziga kerakligi uchun ham buni muammoni hal qilishda yo'li hozirgi 21-asrda borligini bilib, menga olib kelgan 75-80% deylik, ko'pi oliy ma'lumotli. Eri bilan kelganlar bemorlarimi yarmidan ko'pini eri doktor, kerak bo'lsa xirurgi bor, ginekologi bor, erkak kishi, urologi bor. O'shalar kelib, lekin shaharda ko'p joyga ham borib kelishgan bo'ladi, ko'p mutaxassislarda. Kelib, doktor bilan doktorcha gaplashasiz. Doktor bo'lsa, eri doktorchasiga tushuntirsam, menga osonroq. Ishlashim, operatsiya payti, operatsiyadan keyin bemorni tuzalish davridagi muomalamiz ham osonroq, yengilroq kechadi. Odamlar doktor tanlashda nimaga e'tibor berishlari kerak? Plastik jarroh tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni mutaxassisligimni aytay. Aynan. 25-30 xildan ortiq plastik jarrohlik amaliyotlari bor. Biz mutaxassislar, biz qaysi sohani yaxshi o'rgangan bo'lsak, qaysi sohada ishlash natijasi yoki muammolari bizga yoqsa, biz o'sha ishni ko'p qiladigan bo'lsak, biz shu operatsiyani texnikasini yaxshi bilamiz o'sha yillar davomida. Bu texnikani o'rganish uchun dunyoni aylanib chiqdik o'rganish uchun. Chunki O'zbekistonda bazamiz yo'q. Aytdim, biz o'qiganda kitob yo'q edi. Shuncha haqida, faqat kuygan teri haqida tushunardik. Estetika haqida yo'q edi. Ularni o'rganamiz. Chet elda zo'r katta doktorlar bor. Ular shu ishni ko'p qilgan, ularda opti bor, boshqa narsasi bor, eshigini taqillatib, mana bu yerda yozib, iltimos deb ali qo'qoncha stilda gaplashib, muomala qilib, choponlarni olib, chopon kiydirib, uni hunarini o'g'irlab kelamiz. Rozi qilib. Rozi qilib, bizga hunar kerak. O'rganib kelinadi. Endi har bitta mutaxassis o'sha bitta, ikkita, uchta yoki bitta operatsiyani zo'r qiladigan bo'ladi yillar davomida. Bitta power ikkita ovqatni zo'r qilganga o'xshaydi. Endi mutaxassis faqat ijtimoiy tarmoqda bitta yomon kamchiligi shuki, ijtimoiy tarmoqda men o'zimni qanaqa ko'rinishimni xohlasam boshqalar o'shanaqa ko'rsatadigan holat joy bo'lib qoldi. Minbar. Men o'zi yomon odamman. Lekin hamma meni yaxshi odam deb o'ylashi uchun kallasiga kirgizib olish uchun shu ijtimoiy tarmoqdan foydalanadigan. Men qo'pol qilib aytganda. Shunga o'xshab ijtimoiy tarmoqlardagi bo'lar bo'lmas reklama. Ijtimoiy tarmoqqa hech qachon asorat yo xunuk narsa yoki muammo bo'lgan holat qo'yilmaydi-da. 10 tadan 20 tadan bitta yaxshisini qo'yiladi. Yaxshi narsa reklamaga muhtoj bo'lmaydi. Doktormi o'zi ash qo'yayotganlar aslida? Bu doktori bor. Asli doktormikan deganingiz bu juda ham katta mavzu. Biz hozir doktorlarni qilaylik. Bemor, shifokor tanlash uchun asosiy shifokor sifatida maslahatim, qildiradigan operatsiyani ko'p qilgan jarroh bo'lish kerak. Bu qilgandan keyin bu bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni har xilini ko'rgan bo'ladi. Kamida 1000 ta operatsiya qilgan doktor Побочный effektlar bormi? Hammasini biladi. Davolashni biladi, dovdiramaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. U mutaxassis. Shunga borgan ma'qulroq. Endi u mutaxassisni biz plastik jarrohlar diplomimiz butun bo'lib, bizda yana toifa degan tushuncha bor-da. Vrachlar har 5 yilda toifamizni yangilaymiz. Institut bitirsak bizga 3-kategoriya toifa beradi. 5 yil ishlaymiz, imtihon topshiramiz, o'qiymiz 288 soat, imtihon topshiramiz, 2-kategoriya beradi. Yana 5 yildan keyin o'qiymiz, yana 288 soat o'qishimiz bo'lish kerak yoki chet elga borganmiz, yana imtihon topshiramiz, 2 dan 1 beradi. Keyin oliy bo'ladi. Hozir qanaqa? Meniki 1. Go'zal. Oliyga ozgina qolibdi. Oliy, uni umumiy jarrohligim oliy. Chunki yili bor-da o'zini. Uni 15 yildan oldin oz bermaydi. Ana shunaqa stajga to'g'ri keladi. Bizda 5 yil, 6 yil oldin shunaqa kategoriya berish nimasi siyosati o'zgargan, boshqacha qilindi. Oldinlari boshqacha edi, hozir umuman boshqacha qilindi. Mutaxassisda biz ishlashimiz uchun bizdaqa mutaxassislar 99% unaqa xususiy klinikada ishlaydi. Xususiy klinikada birinchi va oliy kategoriyasi bor mutaxassis operatsiya qilishga haqqi bor qonun tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan. Uchinchi ham, ikkinchi ham qilishga haqqi yo'q. Hozirchi? Hozir o'zi shunaqa zakon. Yo'q, hozir qilishmayaptimi ish qilib, ana 2-3lar borib olib? Qilinadi. Yo'q. U qachon muammo bo'ladi-yu bemorda.
Muammo bo'lgan paytida doktor eshigini taqillatib keladigan birinchi savol, Kategoriya necha edi? bormi kategoriya? Kategoriya ham vaqti borda 5 yil, masalan 2 ni oldi yo 1 ni oldi yo oliyni oldi. 5 yildan keyin qayta topshirmasa, u oliysi nima bo'lib 0 bo'ladi. Действующий tugaydi. Boshqa talab topshiradi, yana oladi 5 yilga. Haligi bo'layotgan o'limlar, masalan, oddiy misolda burnini to'g'rilab, necha paytgacha hech kim burniga hech e'tibor bermagan ekan, hozir yoppasiga hamma burnini to'g'rilatgan boryapti. Nechta odam o'lib ketdi shuni orqasidan. Demak, u yerda ham shu tajribasiz bu sohaga yangi kirib ketgan odamlar qilgan ekanda operatsiyani. Yo'q, unaqa endi biz oldindan bir narsa deya olmaymiz, chunki biz tepasida ham, boshida ham, oxirida ham ko'rganimiz yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, u ham mutaxassis, men ham mutaxassis. Hozir kelamiz o'rtamizni dabdala qilmang. Yo'q. Ko'p o'lim bo'ldi-da, to'g'rimi aka? O'lim tibbiyot oxirigacha o'rganilmagan fan. Xo'p. Odam o'zi qilgan, o'zi quygan narsaga biladi taktuyi bilan. Odamda odam yaratmagan bilmaymiz oxirigacha nimadanligimizni. O'lim bilan tugagan holatlarda protokol bo'yicha qaysidir joydaligi bilinadi. Lekin bitta narsani bilishlarini xohlayman. Jarroh bemorda o'limiga sabab bo'ladigan joy, operatsionni stolda agar bemor o'lsa, jarroh sababli o'limi bu qon ketgan qonni to'xtatilmagan jarroh. Bitta holat. Bitta holatda o'lib qolishi mumkin. Xirurg aybdor bo'ladi. Operatsion stolda o'lsa, qon ketib qolishidan to'xtatgan. Qolgan 99% holatda anesteziolog, reanimatolog narkozda yordam beradi. Bu bir. O'lim bo'lgan holatlarga sabablar ko'p. Unga doktor sababchi, doktor o'ldiraman deb kirmaydi, doktorni yutqazadigan narsasi juda ko'p. Aka 10 yil, 11 yil vaqtini sarflagan doktor boshqa ish qila olmaydi. Uni hunarini olib qo'ying. Boshqa ishda u chiqib yana boshqa talab qilguncha u qila olmaydi. Chunki o'sha narsasini riskovat qilib tavakkalchilikka u ishni qilmaydi. Birinchidan, mutaxassis reanimatolog, anesteziologda 99% kategoriyasi joyida bo'ladi. Bu bo'ladi. Bemorda beradigan, doriga beradigan allergik holatlar bor. 30 mingtada bir martada uchraydigan holat bor. 50 mingtada uchraydigan. Ba'zi bir anesteziolog, reanimatologlar 40 yil ishlagan bo'lishi mumkin. O'sha doriga bergan allergiyani bir umr praktikasida ko'rmagan bo'lishi mumkin. Lekin ba'zilar sirazi ko'rganlar ham bor. Dorilarga bo'layotgan allergiyaga kasalliklar yosharyapti deymiz-ku. Shunga o'xshab organizmda nima holati ham ancha yosharyapti-da. Doriga bo'lgan reaksiyalar ham ancha yosharyapti. Umumiy qilib aytganda, doktor tanlash mavzusida eng katta e'tibor beriladigan taraf bu tajriba bo'lib chiqyapti. Boshqa yo'li yo'q. Tajriba va so'rab surishtiruv ishlari. Boshqa yo'li yo'q. Instagramda ko'riblar, hakalarga yotib borib meni qilib qo'ying deyishimga yo'q. Atroflicha eng kami qancha so'rab surishtiruv kerak? Bitta bemor oddiy qovog'ini qilish uchun ham kamida 5 ta doktorga borish shart. Menga birinchi kelgan bemorga "O'laman Sattor, faqat sanda qilaman" deydi. Sen, yo'q, sen qayerdan bilasan men kimligimni? Rekomendatsiya bo'yicha kelgan kimnidir? Menga o'xshagan 40 yoshga borgan, 40 dan o'tgan yoshlar bir borib ko'r. Har bitta xirurgda o'zining metodi bor. O'zi kimdadir o'rgangan bo'ladi, gaplashadigan nimasi bor. O'shani ko'rasanda, jiz qilsa, borib qildirsang, kasal hammamiz boqadi. Mutaxassis millionta bo'lsa ham kasal bor. U kasalda doktorligimizni biz unutmasligimiz kerak. Biz novostroyka sotmayapmiz-da. To'ppa to'g'ri. Sizningcha inson o'zini qabul qilishi muhimmi yoki o'zgartirishi? Sog'lom ongli odam menimcha o'zini qabul qilish kerak. Rahmat. Navbatdagi savol. Hozirda ommalashgan operatsiyalar turlari va nega bunday? Bu trendmi yoki reklama kuchi? Bu reklama kuchi, trend bu juda ham kam foizlarda. 10%. Bu ham kamroq. Misol uchun bir bemorda o'zi qoniqtiradigan bo'lsa, qo'pol qilayotganda chiroyli bo'lsa, xo'p, u mana bu yerda yana boshqacha qilar ekan, yo katta qilar ekan, yo kichkina qilar ekan deb bormaydi-da, u propagandaga ishonib. O'sha boshida aytganimdek, biz kasalni sorokirovka qilish jarayonida bemor har xil fikr bilan keladi. Unda to'liq, to'g'ri, aniq ma'lumoti yo'q uni meditsina haqida. Kelganda biz uni istagini, uni holatini qiladigan operatsiyalarni qo'yib turib, to'g'ri kelish kelmasliklarini biz keltirib beramiz. Sizga umuman mumkin emas degan operatsiyalarni nimaga mumkin emasligini keltirib berishim kerak. Keltirib bermasam, bu doktor qila olmas ekanda, shuning uchun mumkin emas deb turib, sal vijdonsizroq qilib, nima deydi, qo'pol qilayotganda farosatsizroqqa borib qolsa, u tayyor oyog'i bilan kelyapti, "Ha, qilaman" deb qilib gandan ko'ra, u aytganimdek bizni sal qasamimiz bor-da. Odamlar oddiy operatsiya deb o'ylaydigan, lekin aslida xavfli bo'lgan amaliyot qaysi? Boshida aytganimdek liposaksiya va burun operatsiyasi. Burun kichkinagina joy.
kichkinagina soha, aslida. Qilinishi ham, texnikasi ham qiyin emas yoki boshqa narsa emas. Asorat berishi ko'p. Burunda haqiqiy natijasi 1 yildan keyin chiqadi, ko'rinadi. 1 yilgacha u har xil bo'ladi. Burun qiladigan doktorlar aytadi, 1 yildan keyin natija deydi. 1 yildan keyin natijasi bo'ladi tashqi ko'rinishdan. Liposaksiyada texnikasi ko'rinishi oson bo'lishi mumkin. Yana o'sha temaga qarab ketyapmiz. Vijdonsiz, mutaxassis bo'lmagan doktorda D'si ham bo'lmagan, sartaroshxonadan chiqqan kiprik qo'yib yurib, keyin DR deb yozib olib, kosmetologman deganlar ham liposaksiya qilib yotishibdi-da. Liposaksiyani o'zbekchasi nima aka? O'zbekchasi yo'q. Yog' olishmi? Inglizchasi liposuction, anaqa ruschasi liposaksiya. Teri ostidagi yog' qatlamni so'rib olish, kesmasdan teshib so'rib olish. Ozishda, shu ham to'g'rimi? Ozishga kiradi-da. Qomat shaklga keltirish. Agar teri ostidagi yog' kamaysa, ozish deb hisoblasangiz, ozishga kiradi. Ozishda muskul ham oziydi, suvsizlanish, bu ozish umumiy nomda. Liposaksiyada mana tiqildi, shu yog' olindi, ortiqcha yog' olindi. Keyin maytda haligi bechora oladi, yarim metr narsa osiladi bunday. Uni nima qilamiz? Qabul qilib berasizlar. Liposaksiya qilishda soha mutaxassislari to'g'ri baholanadi. Birlamchi konsultatsiyada. Ba'zi bir holat bo'ladi, teri osti yog' qavati bizning kriteriyamiz bo'yicha 2-3 sm dan katta bo'lmagan teri yog' qatlami bo'lsa, olishi mumkin kesmasdan. Yoki 2-3 ta tuqqandan keyin kindigidan pasti fartug bo'ldi ayollarda, yana yog'i bor. Shu tayidagi yog'ini olsam, terim qisqarib qoladi deyish noto'g'ri narsa. Ham yog'ini olish kerak, ham terisini kesib olish kerak. Psevdo mutaxassislar, hali kosmetologman deb liposaksiya qiladiganlar deb yozib olganlar. O'shalar DR deb yozish uchun kamida 7 yil o'qilardi hamda. O'sha DRchilar qilishadi-da, yana videosini sotsial setga qo'yishadi. Uni men mutaxassisman, meni qassob, misol xirurgman, meni qassob deyishsa, g'alatiroq eshitiladi-da meni o'zimga. Lekin haligini ko'rib, men uni aniq qassob deya olaman. Chunki u qassoblarcha qilyapti. Ana bilan shunaqa muomalada qassob bilan bo'lyapti. jarrohning farqi shuki, qassob ham chiroyli kesadi, xirurg ham chiroyli kesadi. Faqat qassob qiladigan ishi kesgan narsasi qaytib turmaydi. Bunda qaytib hayot bo'lib ketmasligi kerak. Jarrohniki uni qilib, yana qaytib oyoqqa turg'izishimiz kerak. Yaxshiroq bo'lish kerak, deymi? Yaxshiroq bo'lish kerak, muammosi hal bo'lgan bo'lishi kerak. Shu bilan yilib ketmagan. Endi yaxshiroq bo'lib ketmasligini bilib turib yoki men qilgan ishni natijasi, asorati qanaqa bo'lishini bilmasdan turib sharag'ashroq qilib olishim, ana qo'y so'yadigan qassob bilan farqim yo'q-da, uni taqqoslasangiz. Chunki men odamda qilyapman o'sha ishni. 100 da necha foiz operatsiyani qaytarasiz? Kuniga 15 ta, 20 ta birlamchi konsultatsiya kelsa, bir 5 tasi qoladi. Qolganlarini 15 tasidan 5 tasini siz aytgandek umuman kerak bo'lmaydi. 10 tasiga hali u operatsiya erta bo'lishi mumkin. 5 tasiga lekin isbotlab berasiz, kerak emasligini. Isbotlab bermasam, boshida isbotlab bermasdim. Meni nima vaqtim olyapsan, eshiging tegdi, sandan keyingi bemor turibdi. Uni gaplashay, menga buni finansiy qiziq joyi yo'q, qarindoshim emas. Tanishim emas. Aytganimdek qasamimiz bilan mutaxassisligimizga bo'lgan nimamiz, muhabbatinglar shu narsaga. Muhabbatimiz bemorni, chunki biz doktormizda, u doktor emas. Doktorda yoniga kelgandan keyin doktor uni tushuntirib berish kerak. Shuni tushuntirib boshida tushuntirmagan paytlarim bo'lgan, tan olaman. Lekin o'sha bemorlar qaytib kelgandan keyin o'sha paytda senga qilmayman, senga kerak emas degan paytingizda bu doktor qila olmas ekanda, yo qilishni xohlamadi deb chiqib ketdi, boshqa joyga borsam, keling deb sira zeptasi analiz topshirib, indinga operatsiya qilishgandi deb kelishadi-da bo'lib. O'shanaqa holatlar ko'paygandan keyin men boshqaga borib yurma, mumkin emas senga deb chiqarib yuboraman. Qildiraman deydiganlar boshqalarga ham borib ulardan ham fikrini bilib kelayman. Qaysi operatsiyani umuman qilish kerak emas deb hisoblaysiz? Yo'q, hamma operatsiyani qilish mumkin. Agar ko'rsatma bo'lsa, o'sha operatsiyaga qilinsa to'g'ri keladigan organizm bo'lsa. Tushunarli. Talabga javob bersa, ya'ni. Qaysi belgilar bu doktor xavfli degani? Aytganingizni qilib beraman, chatga qilib beraman, pulini to'lang, ertaga analiz topshiring, indinga operatsiya qilaman degan doktorga bo'lmaydi. Qaysi operatsiya yillar o'tib o'zini salbiy tomonini ko'rsatadi? Bekor qilgan ekan o'sha paytda degandaqa holat bo'ladimi? Yo'q, operatsiyamiz yo'q. Unaqa operatsiya yo'q-a? Bo'lsa ham unaqa qilmagansiz. Bo'lsa biz mediklar qilmaymiz-ku, xirurglar uni aslida. Agarda bu operatsiya hozir qildim, 10 yildan keyin yo 20 yildan keyin unga muammo bo'lsa, yo boshqatdan operatsiya qilib to'g'rilanish haqida muammo bo'lsa, uni qilinmaydi bizning sohamizga keltirilmaydi. Ana qo'yilayotgan silikon, haligi narsalar osilib, baribir vaqt o'tgandan keyin oqib, shuni akajon, shuni yo'q-da, uni biz qo'ydik. Qizlarday yuradi. Shoning bu yog'i kampir bo'lsa ham qizlarday turadi. Uni keyin 5 yildan keyin, 10 yildan keyin o'sha operatsiyani qilmaganing kerak edi deydigan operatsiya bo'lsa, so'rilib ketishi, uni inson jasadiga anaqa
zarar berishi, Yo'q, unaqa silikon u anaqa ichidagi silikon qo'yiladi 3 oygacha. Endi biz xirurglar yinani ustida o'tiramiz, muammo bo'lish ehtimoli bor edi. 3 oydan o'tdi, 6 oydan o'tdi, bo'ldi, u bir umrga qoladi. u quyoshda erib, aylanib formasini yo'qotib, uch Yo'q. burchak bo'lib qolmaydimi? Yo'q, bizni faqat ishimizni har qanday operatsiyani natijasi bu odamda stabil vesiga bog'liq. Stabil ves bo'lsa, biz qilgan natija uzoq yil turadi. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo plus minus bo'lsa, u qilgan ishimiz dabdala bo'ladi. Shuning uchun ham biz qiladigan operatsiyalarda bizdan operatsiyadan keyin tug'ish plani bormi, yo'qligini yaxshilab surishtirib olamiz. Necha foiz erkaklar hozir sizga murojaat qilyapti va erkaklar murojaat eng kattasi qaysi operatsiyaga yo'naltirilgan? Endi mana operatsiya amaliyotlarimdan 5% erkaklar bo'ladi. Aha. Erkaklarda qovoq Qovoq osiladi. Qovoq osiladi. Bu tashqi ko'rinishdan emas, tibbiy ko'rsatma bilan qilinadi. Chunki qovoq tushgan sari bemor ko'zini ochadi-da, u yetmaydi, qoshini ko'tarishga harakat qiladi. Keyin tirish paydo bo'ladi. Mabetlardagi tirishlar o'sha qovoqda pastligini hisobidan mana bunaqa turadi. Menda ham shunaqa ekan bo'lma. Endi kechqurunga borib bosh og'rig'i beradi. Sabab mabetdagi yupqa muskul bo'ladi. Bu muskul doim tonusda turgani uchun kechqurunga borib bosh og'rig'i beradi. Ko'rish boshqa narsalardan emas, o'sha o'zini obычный hayotida yashashga xalaqit beradigan holatlar bo'ladi qovoqlar. Yana qaysi sohada erkaklarda ginekamastiya degan kasallik bor. Nima u? Erkak u ayolda sut bezi bo'ladi. Ayollarda gormonni hisobidan, prolaktin gormoni hisobidan sut bezi kattalashib funksiyasini bajarsa, erkaklarda u rudiment organ deymiz, qurigan organ turadi. Gormonlar o'zgarishi, moddalar almashinuvi buzilishi, hayot tarzini buzilishi, ko'proq noto'g'ri bodybuildingchilar noto'g'ri farmakologiya ishlatishini oqibatida sut bezi gipertrofiya rivojlanib qoladi. Sut paydo bo'lib qoladi erkak kishida. Sut berishi kamroq, lekin sut beziga o'xshab ayollarga o'xshagan sut bezi bo'lib qoladi. Bu sabab o'sha farmakologiya, gormonal kimya shakllantirib qo'yar ekan odamning ichida. Kimya aniq o'sha bodybuildinglar ishlatiladigan steroid farmakologiya deyiladi. O'sha steroidlarni noto'g'ri ishlatishini oqibatida odamda gormonlarni boshqaradigan bezlarning funksiyasi buzilib, ular kam gormon erkak kishiga umuman kerak bo'lmaydigan estrogen gormonlar oshib ketishi mumkin, testosteron pasayib ketishi mumkin. Chunki u tashqaridan testosteron oladi, o'zini testosteron ishlab chiqaradigan organi kichinalashib qoladi, mayizday bo'lib, u testosteron tushib ketsa, iloji yo'q organizmi estrogen ko'tarilib ketadi. Estrogen ayollarda gormon hisoblanadi. Mana shunaqangi bo'lishning oqibati yoki moddalar almashinuvi yoki balog'at yoshidagi ota-onalar o'g'illariga qaramay qo'yishligi yoki hozirgi 21-asr kasalligi, semizlik kasalliklarida shunda erkaklarda ko'krak sohasida, sut bezi sohasida kattalashib qoladi. Shuni qilamiz erkaklarga. 3-tip nimaimizda erkaklar katta vazn 180-200 kiloda yurib vazn tashaganlar bo'ladi. Bularda ortib qolgan terilarni olish uchun qilinadi. Kelganingizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan 16 yillik tajriba, o'qish, ilm bilan o'rtoqlashganingiz uchun va eng asosiysi to'g'risini aytganingiz uchun katta rahmat. Sizdagi doktorlar ko'payishini xohlayman. Chunki to'g'risini aytib, to'g'ri qiladiganlar borgan sari kamayib, biznes oldinga qarab chiqib ketyapti. Ya'ni insonlarga achinish hissi tushib, pul topish hissi sal ko'payib ketgan payt bo'lib qolyapti. Ishlaringizga omad. O'ylaymanki, sizga hech qachon murojaat qilmayman shaxsan o'zim. Rahmat azizlar, Zut tafakkur loyihasi bo'ldi. Yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda ko'rish nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.